$95,000 dollarga tayyor kottejlarimiz sotuvga chiqarildi. O'zi ham qo'g'irchoq kottejlar bo'libdi. Mana bu tashqari tomoni o'ylamanglar, hovlisi yo'q, town house emas, orqa hovlisi bor. Uyimiz ham tashqaridan ko'rinishi, mana shu yerga naves qilib qo'yishgan. Shunaqa navesli joylar ham uncha joylarda ko'rmaysizlar. Mashinalarni shuni kelasizlar qo'yasiz. Uyingizga to'g'ri kirib ketaverasiz. Uyimizda Sergeli Xonobod 39 Manisan yo'lida katta ko'chadan 200 metr bor yo'g'i. Uyimizga kirib kelishimiz chap qo'limizda bitta zal qismi bo'ladi. Uyimizni rostdan o'zimga yoqdi, chunki bunday kamchiligi yo'q. Zalmisan zal. Razmerlari zo'r, remontlari sifat. To'g'riga o'tsak, mana bu yoqda ikkinchi qavatga chiqib ketish. Mana bu yoqda bitta sanuzulimizni shu o'yinlar ko'rasizlar, eshikli. Mana shu narsa ham menga qo'ymagani yoqmaydi to'g'risi, chunki issiq suvga bo'lgani yaxshi-da shu. Mana bu yoqda mana oshxona qismimiz qaraydi. Stol stullarni qo'yib qo'yaverasizlar. Oshxona mebel texnikalari tayyor qilib qo'yilgan. Televizorlarni ilib qo'yasiz. Hammasini mana oshxonalarni sifatlarini qilishgan qaranglar, mebellarini zo'rdan qilishgan, mebellarni ham o'ziga chiqarishar ekan. Mana endi eng qiziq joyi mana. Uyimizning orqa hovlisi bor, letniy kuxnyalargacha qilib qo'yishibdi. Ko'rasizlarmi, bemalol tapchani qo'yib qo'yasizlar, suvlarni sepib, shlankalar ham chiqazib qo'yilgan. Zo'r proyekt bo'ldi, lekin o'zimga juda yoqdi. Ikkinchi etajga ko'rib chiqaylik endi. Ikkinchi etajga chiqib kelish. Bu yoqdagi xonadan boshlasak, bu yoq yana bitta katta spalni. Ko'rasizlar, razmerini tepa pastdagi zaldagi mana romlarni ko'rasizlarmi? Mana shu uchtali ochiladigan ham zo'rda. Ozgina havo olinishi kerak bo'lsa, shuni ochib qo'yaverasizlar kechasiga ham. Bu yoqda ikkinchi qavat uchun sanuzulimiz, ikkinchi sanuzul. Hamma narsasi tayyor. Vanna ko'pchilik so'raydi bizdan. Bu yoqda bitta detskiy xonamiz va bu yoqda yana bitta oxirgi spalni. Umumiy 4 ta xona bo'pti. Plus oshxona, plus hovlisi ham bor. Uyimizni ko'rdinglar. Endi hovlini, bu yoq devori tepadan ko'rgan bo'lsanglar ham, bu yoq dala bo'lib turibdi. Game plan bo'yicha hech narsa qurilmaydi bu yoqqa. Bu yoqqa park rejalashtirilgan. Shu zeleniy zona bo'lib park bo'ladi. Bu yoq tupik ko'cha. Bu yoqqa g'ir-g'ir mashina o'tirmaydi. $95,000 ga juda ham zo'r narx. Qaranglar.